Aleyküm dostlar. Bugün men siz bilan aka-uka gamerlar ya'ni Andijon tarkibini, Andijon klubini obzor qilib o'tamiz. Bu yerdan birinchi o'yinlarimizni boshlaymiz. Mana friendly match ya'ni o'rtoqlik o'yini Guliston bilan 1-0, Superkubok Deshti Farg'ona 4-0, Buxoro chempionat 6-0, Paxtakor chempionat 1-0, Xorazm chempionat 6-0. Uzr do'stlar, sog'lig'imda jicha og'riyapman. Neyse, tarkibda Kjetil Hauk, darvozada Ivan Simolchich, Hassan Tambakti, Saba Sazonov, Marcelo Saracchi, Reda Belehiane, Tajon Buchanan, Lucas Sanabria, Jacopo Fazzini, Jaden Filogene, Zahirada Abduvohid G'ulomov, Usmon Asmanaliyev, Doniyor Abdumanov, Otabek Jo'raqo'ziyev, Sardor Bekazimov, Edjan To'katayev, Sunnatullo Hamidjonov, Shahzod Azmiddinov, Farhodbek Sohibjonov, Ismoil Akinade, Altin Krezium, Bektemir Abdumannonov, Muhammad Karim Toirov va Achraf Laziri. Endi esa treningda mana trening level 12 level 3 yulduzchamiz bor. Scout Aleksandr Pardayev birinchi o'rindamiz chempionatda 9 ochko bilan. Mana to'purarlarda Vessam Abu Ali 10 ta gol, assistlarda 7-chi o'rinda Tajon Buchanan 2 ta gol ekan. 2 ta assist yuzur. Endi esa klub tarixidagi sovrinlar: Intercontinental bitta, Osiyo Chempionlar Ligasi bitta, bularni o'zim olganman. 2 ta chempionat, First Division chempionati, O'zbekiston chempionati va 3 ta kubogi, O'zbekiston kubogi, ketma-ket 2 marta olyapman buni ham. Super kubok 2 ta, Pro Ligada 2 ta olganmiz ekan. Endi esa o'yinchilarning roli esa, ya'ni o'zini klubni murabbiy qiladigan Roles, kapitan Reda Belehiane, penalti tepuvchi Tajon Buchanan, jarima zarbasini ijro qiluvchi esa Jacopo Fazzini. Shunaqa. Keyin bu o'yinni ham aytib o'taman. Juda zo'r o'yin. Mana ko'rishingiz mumkin, hamma dunyodagi hamma ligalar bor. Premier Ligadan tortib pastga tushamiz, San Marino ligasigacha. Mana Osiyoni ham ligalar bor. Avstraliya, Belarus, Boliviya kirmaydi. Eron, hozir Badika, mana do'stlar, shular bor. Ko'rsatib o'tdim sizlarga. Bo'ldi do'stlar, bugungi videomiz tugadi. Xayr, sizlar bilan men aka-uka gamer bo'ldim.